Assalomu alaykum hammaga. Attestatsiya ikkinchi mock testga yechim qilamiz. B- Rasmda ko'rsatilgandek, demak, jismga kuchlar ta'sir etmoqda. Barcha kuchlarning teng ta'sir etuvchisi, ya'ni natijaviy kuchni topishimiz kerak. Koordinata o'rnatamiz. Koordinata o'rnatamiz. Demak, F2 hamda F1 kuchlarining vertikal tashkil etuvchilari F1Y hamda F2Y uchun yozishimiz kerak. Mana burchak vertikalga nisbatan oladigan bo'lsak 30 gradus burchak hosil bo'ladi. F1Y teng bo'ladi nimaga? F2Y ga. Bu teng bo'ladi F2 kosinus 30 gradusga teng bo'ladi. F2 ning qiymati 5 ildiz 3 ko'paygan kosinus 30 gradusda ildiz 3 taqsim 2. Demak, 15 taqsim 2 teng bo'lyapti 7,5 newtonga. Demak, Y o'qida kuchlar natijasi 7,5 dan bo'ladigan bo'lsa 15 newton bo'ladi. Y o'q bo'ylab, demak, Fy natijaviy kuch 15 newtonga teng bo'lyapti. X o'qida, demak, F3 dan F4 ta ayiramiz. X o'qida kuchlar natijasi Fx teng bo'ladi. 20 dan 5 ta ayiradigan bo'lsak 15 newton bo'ladi X o'qi bo'ylab. Mana bu Fx bo'ladi. Fximiz 15 newtonga teng bo'lyapti. Kuchlar o'zaro 90 gradus burchak hosil qilyapti. Natijaviy kuchni topadigan bo'lsak, F natijaviy kuch teng bo'ladi Fx ning kvadrati plyusdan Fy ning kvadrati ildiz ostida bo'ladi. Fx bilan Fy qiymati bir xil 15, demak 15 ning kvadrati plyusdan 15 ning kvadrati ildizda bo'ladi. Bu 2 ko'paygan 15 ning kvadrati degani, ya'ni 15 ildiz 2 ga teng bo'ladi. B javob to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi masalaga e'tibor qaratamiz. Har birining potensiali 9 voltga teng bo'lgan simon tomchilari qo'shilib bitta katta tomchi hosil qildi. Demak, F0 9 voltga teng bo'lyapti. Tomchilar sonini yozamiz. N teng 8. Katta tomchi. Demak, tomchilar birlashganda energiyasi minimal bo'lgan holatga intiladi. Iloji boricha sirtini minimallashtirishga harakat qiladi. F teng bo'ladi N ning kvadrati ko'pincha ildizda ko'paytirilgan F0 degan formulaga ega bo'lamiz. Demak, F teng bo'ladi N ning kvadrati, demak 8 ning kvadrati ko'pincha ildizda bo'ladi. Ko'paytirilgan F0 ning qiymati. F0 imiz 9 voltga teng bo'ladigan bo'lsa, 8 dan 4 chiqadi. 4 kira 9 36 volt bo'ladi. Demak, katta tomchining potensiali 36 voltga teng bo'ladi. Demak, endi tomchilar birlashganda biz o'ylaymiz, bittasiniki 8 bo'ladigan 9 bo'ladigan bo'lsa, 8 ta tomchiniki 72 bo'lishi kerak deb o'ylaymiz, lekin aslida ular birlashganda energiyaning minimal bo'lishi, ya'ni sirtning minimallashtirishga harakat qiladi. Demak, formulasi esa mana bu F teng ko'pincha ildizda N ning kvadrati ko'paytirilgan F0 degan formula orqali topiladi. Keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. Keyingi masala rasmda ko'rsatilgan, demak, radius 10 sm ekan. Radius 10 sm bo'ladigan bo'lsa, 10 sm bizda 0,1 metrga teng bo'ladi. Halqadan 2 amper tok o'tmoqda. 2 amper tok o'tmoqda. Pi ning qiymati 3 bo'lsa, magnit maydon induksiyasini topishimiz kerak. Aylanma tokning magnit maydon induksiyasi teng bo'ladi mu 0 ko'paytirilgan I taqsim 2R degan formula orqali topiladi. Mu 0 ning qiymati 4pi 10 darajasi minus 7 ga teng bo'ladi. Magnit maydon doimiy esa B teng bo'ladi. Demak, 4pi 10 darajasi minus 7 I ning qiymati 2 amper taqsim R ning qiymati 0,1 bo'ladigan bo'lsa 0,2 bo'ladi. Bu 40 pi ko'paytirilgan 10 darajasi minus 7 ga teng bo'ladi. Soddalashtirsak 4 pi 10 darajasi minus 6 bo'ladi. 10 darajasi mikroni bersa, pi ni o'rniga 3 qo'yamiz. Demak, 12 mikro Tesla magnit maydon induksiyasi. B javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masala, rasmda ko'rsatilgandek elektronning yuqori energetik sathdan quyi sathga o'tishi tasvirlangan ma'lumotlardan foydalanib to'liq o'zanliklar nisbatini aniqlang, deyapti. Demak, bir energetik sathdan ikkinchi energetik sathga o'tganda, demak, nurlangan energiya delta E desak, energetik sathlar farqiga teng bo'ladi, ya'ni E2 minusdan E1. Nurlangan energiyani delta E ni qandaydir h nu desak,
chastotaga bog'laydigan bo'lsak, hs taqsim lambda bo'ladi. hs taqsim lambda teng bo'ladi e0 ko'paytirilgan 1 taqsim n kvadrat minusdan 1 taqsim m kvadrat formula orqali topiladi. Demak, yozamiz. hs taqsim lambda 1 teng bo'ladi e0 ko'paytirilgan 1 taqsim n kvadrat 1 taqsim 4 minusdan 1 taqsim 9. Uyma qilib berib soddalashtiramiz. Bunga 9 tadan beramiz, bunga 4 tadan beramiz. Teng bo'ladi e0 ko'paytirilgan 5 taqsim 36 ga. Keyingisi uchun yozamiz. hs taqsim lambda 2 teng bo'ladi e0 ko'paytirilgan, demak birinchi energiya hisobga tushyapti. 1 dan ayiramiz, 2 ni kvadrati 1 taqsim 4 bo'ladi. Soddalashtirsak e0 ko'paytirilgan 3 taqsim 4 formula orqali topiladi. Xatma-xat bo'lib beramiz, hslar ketadi. Demak, lambda 2 ning lambda 1 ga nisbati teng bo'lyapti 5 taqsim 36 ko'paytirilgan 4 taqsim 3 ga. Bu degani 4 ga qisqarsa 5 taqsim 27 bo'ladi. Ya'ni lambda 1 ning lambda 2 ga nisbati 27 taqsim 5 ga teng bo'ladi. 27 taqsim 5 degan javob A javob to'g'ri bo'ladi. 5-masalaga e'tibor qaratamiz. Bir yorug'lik yili necha astronomik birlikka teng deyapti. Yorug'lik tezligi s teng 3 ko'paytirilgan 10 darajasi 8 metr taqsim sekund bo'lsa, bir yorug'lik yili degani bir yorug'lik yili o'sha 3 ko'paytirilgan 10 darajasi 8 metr taqsim sekund tezlik bilan bir yilda yurgan yo'liga yorug'lik yili deyiladi. Bir yorug'lik yilimiz qiymati 9,46 10 darajasi 12 kilometrga teng bo'ladi. Yozamiz mana bu yerga 9,46 10 darajasi 12 kilometrga teng bo'ladi. Endi astronomik birlik Quyoshdan Yergacha bo'lgan masofa, ya'ni bir astronomik birligimiz teng bo'ladi 150 10 darajasi 6 kilometr, million kilometrda. Xatma-xat bo'lib bersak, bir yorug'lik yilimiz astronomik birlikda 63240 astronomik birlikka teng bo'ladi. Demak, C javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi 18 parsek necha yorug'lik yiliga teng deyapti. Endi 1 parsek degani demak 1 parsek degani yulduzning ko'rinmas siljish uzoqligi, ya'ni 1 soniyadagi harakatlanish masofasi hisoblanadi. Ya'ni yulduzning ko'rinmas siljish uzoqligi 1 soniyadagi bo'ladigan 1 soniyadagi siljish masofasi. Endi 1 parsek nimaga teng bo'ladi? 1 parsegimiz 3,26 yorug'lik yiliga teng bo'lyapti. Bir yorug'lik yili 63240 astronomik birlik bo'lsa, endi bizda mana buni yorug'lik yilida so'ragani uchun 18 ni ko'paytiramiz 3,26 ga. Bu teng bo'ladi 58,68 yorug'lik yiliga. Demak, C javob to'g'ri bo'ladi. Tunda osmondagi yulduzlar 1 soat ichida nuqta tomon 15 gradusga siljiydi. Bu degani, demak, Quyosh sharqdan chiqib, sharqdan g'arbga tomon siljiydi. Quyosh sharqdan g'arbga tomon siljiydi. Xuddi shunday yulduzlar ham Quyosh harakati kabi sharqdan g'arbga tomon siljiydi. Ya'ni 15 gradusga. Sharqdan g'arbga tomon 15 gradusga tomon siljiydi. D javob to'g'ri bo'ladi. Oddiygina misol, masalan, Yer 24 soatda 360 gradusga aylansa, 1 soatda 15 gradusga aylanadi, siljiydi. Shu osmondagi barcha yulduzlar g'arbga harakatlanayotgandek ko'rinadi. Xuddi Quyosh ham g'arbga harakatlanayotgandek g'arbga chiqib botadi-yu. Demak,
Bu yerda javob sharqdan g'arbga tomon, ya'ni quyosh sharqdan chiqib g'arbga botadigan bo'lsa, yulduzlar ham kechasi demak sharqdan g'arbga tomon siljiyotganday ko'rinadi. Keyingi masalaga e'tibor qilamiz. Radonning atomlar soni bir sutkada, demak T ni qiymati bir sutkamiz. Bir sutkani qiymati 24 soatga teng. 24 soatda delta n ni qiymati 18% ga kamaysa, demak 0,18 n0 bo'ladigan bo'lsa, n ning formulasi n teng n0 y darajasi minus lambda t degan formula orqali topiladi. Demak, n ning o'rniga qo'yamiz. 18% kamaydi degani bu 0,82 n0 degani. Demak, 0,82 n0 teng bo'lyapti n0 y darajasi minusdan lambda t ga. n0 lar ketadi. ln 0,82 teng bo'lyapti minusdan lambda t ga. ln 0,82 ni qiymati minus 0,2 ga teng bo'lyapti minus lambda ko'paygan t. Demak, minuslar plyus bo'lib ketadi. Shu yerdan biz radonning yemirilish doimiysi lambdani topishimiz kerak. Lambda degani 0,2 taqsim t degani t ni qiymati 24 soatimiz. Demak, sekundga aylantiramiz. 0,2 taqsim 24 soatimiz sekundda 3600 ga ko'paytirsak 86400 sekund bo'ladi. Bu degani 2,3 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 6 sekundning minus birinchisi yoki 1 taqsim sekund. A javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masala, agar vodorod atomi bir holatdan boshqa bir holatga o'tganda, demak vodorod atomida yadroda bitta proton joylashgan, uning energetik orbitallari, mana orbitalarini chizadigan bo'lsak, birinchi orbitasi, ikkinchi orbita, uchinchi orbita. Demak, energetik sathlari ko'rinishi o'zi vodorod orbitasi bitta hisoblanadi. Demak, energetik sathlari esa turlicha ifodalanadi. Mana yerda turgan elektron birinchi energetik sathga o'tsa, ya'ni birinchi orbitaga o'tsa, demak birinchi orbitaga bo'lgan masofani r0 desak, ixtiyoriy orbitani radiusini topish formulasi rn teng r0 ko'paytirilgan n kvadrat formula orqali topiladi. Demak, radiusi 9 marta kamaydi degani n ni dastlabki qiymati 3 bo'lgan, keyin n ni qiymati 1 bo'lgan. Demak, shundan radius 9 marta kamaygan. Demak, elektronning ixtiyoriy orbitadagi tezligini topish uchun v n teng v1 taqsim n degan formuladan foydalanamiz. N ni qiymati 3 ga teng bo'lsa, n ni qiymati birinchi orbitadagi tezligi. Birinchi orbitada elektronning tezligi qaniydir v1 desak, uchinchi orbitadagi tezligi vn teng bo'lyapti v1 taqsim 3 ga. Endi uchinchi orbitadan birinchi orbitaga o'tsa, ya'ni uchinchi orbitadan birinchi orbitaga o'tsa, tezligi 3 marta ortgan bo'ladi. C javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. Standart modelga ko'ra moddaning tuzilishida quyidagi rasmda sxematik tarzda berilgan. Suv molekulasi berilganda hisobga olsak, bitta molekula hosil qilish uchun qancha kvark va elektron kerak bo'ladi suv molekulasida. Qaniydir x element oladigan bo'lsak, tepadagi massa soni, ya'ni nukleonlar soni, z protonlar soni, n neytronlar soni bilan o'rni uchun formula yozadigan bo'lsak, a teng bo'ladi z plyusdan n ga. A nima desa, a nukleonlar soni hisoblanadi. A massa soni yoki nukleonlar soni, nukleonlar soni, z protonlar soni yoki elektronlar soni deyiladi. N neytronlar soni. Shundan foydalanib ishlashimiz kerak. Demak, vodorodda neytronlar soni 0, kislorodda neytronlar soni 16 dan 8 ayirsak 8 bo'ladi. Demak, bitta suv molekulasida H2O da 10 ta proton bor, 10 ta proton, 10 ta elektron hamda 8 ta neytron bor, chunki vodorodda neytron yo'q. 16 dan 8 ayirsak 8 bo'ladi. 8 ta kislorodda neytron bor. Demak, endi undagi kvarklar sonini topish. Protonda ikkita yuqori kvark, ikkita up bo'ladi, bitta down bo'ladi. Neytronda ikkita down bo'ladi, bitta up bo'ladi. Demak, shunday bo'ladigan bo'lsa, umumiy kvarklar sonini topishimiz kerak. Demak, suvda 10 ta proton bor, 10 ko'paytirilgan 2u plyusdan d. Demak, protonda ikkita yuqori kvark, bitta pastki kvark bo'ladi. Neytronda
ikkita pastki kvark, bitta yuqori kvark bo'ladi. Demak, 8 ko'paytirilgan 2 d plyusdan u bo'ladi. Buni soddalashtirsak 2u plyus 2u 20 ta u bo'lar ekan. Unga ko'paytirsak plyus 10 ta d bo'ladi. Keyingisi 16 ta d plyus 8 ta u bo'ladi. Sistemani yechamiz. Bundan kelib chiqadiki, 28 ta u plyus 26 ta d bo'ladi. Demak, yuqori kvarklar soni 28 ta, pastki kvarklar soni 26 ta, elektronlar soni 10 ta. A javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga o'tamiz. X jismi h balandda erkin qo'yib yuborilgan onda, demak, h balandlikdan erkin qo'yilib yuborgan bo'lsa, h teng j kvadrat taqsim 2 erkin tushyapti. Ikkinchi jism 2h balandlikdan v tezlik bilan otilyapti. V ko'paytirilgan t plyus j taqsim 2 ko'paygan t kvadrat bo'ladi. Sistemani ayiramiz. Sistemani ayiraversak, j kvadrat taqsim 2 lar ketadi. H teng bo'lib qoladi nimaga? V ko'paytirilgan t ga. H teng vt bo'ladigan bo'lsa, yerga urilgandagi tezligini qaniydir vx desak, h teng bo'ladi v plyusdan vx taqsim 2 ko'paytirilgan t ga. H teng bo'ladi v ko'paytirilgan t ga. Xatma-xat bo'lib beramiz. Mana bu t'lar ketadi. Mana bu 2h bo'lgani uchun 1 taqsim 2 teng bo'lyapti nimaga? V plyusdan vx taqsim 2 ta v ga. Soddalashtiramiz. 2v plyusdan 2 ta vx teng bo'lyapti 2 ta vx teng bo'lyapti. Xo'sh, mana bu 2 midi? H teng vt. Mana buni oldiga emas, bu yerga 2 bo'lishi kerak ekan. 2 bu yoqda bo'ladi. U holatda mana bu nisbatimiz mana bu 2 bu yerda bo'lmaydi. Xo'sh, 2 mana bu yerda 2 bo'ladi. 2 ga ko'paytirsak, xo'sh, endi bu qism ham o'zgaradi. Davom etamiz. Demak, 2v ko'paysa 4v bo'ladi. Teng bo'lyapti v plyusdan vx ga. Shu yerdan vx ni topadigan bo'lsak, v ni qiymati 3v ga teng bo'lyapti. Demak, yerga urilgandagi tezligi v dan 3 marta katta bo'ladi. S javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. Biqirligi berilyapti. K ni qiymati 250 newton taqsim metr. Prujinani cho'zilishi delta x ni qiymati 20 cm, metrga aylantiramiz 0,2 metr bo'ladi. Prujinani potensial energiyasi K delta x ning kvadrat taqsim 2 bo'ladi. O'rniga qo'yib hisoblasak 250 ko'paytirilgan 4 10 darajasi minus 2 taqsim 2. Demak, prujinaning potensial energiyasi 5 joule bo'lyapti. Endi siqilish natijasida m1 massa qaniydir v1 tezligi oladi, 3 kg massa qaniydir v2 tezligi oladi. Demak, prujinaning potensial energiyasi maksimal qiymati to'la energiyaga, ya'ni jismlarning kinetik energiyalariga ketadi. E kinetik 1 plyusdan E kinetik 2. Yozamiz. To'la energiya E kinetik 1 nimaga teng bo'ladi? M1 V1 ning kvadrati taqsim 2 plyusdan M2 V2 ning kvadrati taqsim 2 bo'ladi. M1 ni qiymati 2 taqsim 2 V1 ning kvadrati bo'lyapti. Plyusdan M2 ni qiymati 3 taqsim 2 V2 ning kvadrati bo'lyapti. Endi impulsning saqlanish qonuniga ko'ra M1 V1 teng bo'lishi kerak nimaga? M2 V2 ga. M1 da qiymati 2, 2 ta V1 teng bo'lyapti 3 ta V2 ga. Shu yerdan V2 ni topamiz, chunki bizda 2 kg massali jismning tezligini so'rayapti. 2 ta V1 taqsim 3 bo'ladi bu. Shunday bo'ladigan bo'lsa, demak, to'la energiyasi teng bo'lyapti bizda nimaga? V1 ning kvadrati plyusdan 3 taqsim 2 V2 ning kvadratiga. V1 ning kvadrati plyusdan 3 taqsim 2 V1 da o'rniga 2 ta V1 taqsim 3 ning kvadrati bo'ladi. Soddalashtiramiz. V1 ning kvadrati plyusdan 2 taqsim 9, demak 2 taqsim 3 V1 ning kvadrati bo'ladi. Bu degani 5 taqsim 3 V1 ning kvadrati degani V1 ning kvadrati. Demak, tenglaymiz.
Potensial energiyaning maksimal qiymati teng bo'lyapti 5 taqsim 3 V1 ning kvadratiga. Potensial energiyaning maksimal qiymati 5 ga teng 5 taqsim 3 V1 ning kvadrati bo'ladi. 5 lar ketadi. Shu yerdan V1 ni topadigan bo'lsak, ilzost 3 metr taqsim sekund kelib chiqadi. B javob to'g'ri bo'ladi 12-chi masalada. Keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. Ishqalanish e'tiborga olinmaydigan nuqta K nuqtadan uloqtirilgan jism maksimal balandlikka yetganda, demak, mana shu K nuqta uchun yozamiz. K nuqtada jismning impulsi P teng mv bo'lib turgan bo'lsa, o'sha v tezlik hisobidan 2x masofani yuryapti. 2x masofani v ko'paytirilgan t vaqt yursa, ketgan vaqtni t deymiz. Mana bu yerga chiqqandan keyin ikkita bo'lakka ajralyapti. M taqsim 2 erkin tushyapti. M taqsim 2 qism erkin tushyapti. Mana bu yerda M taqsim 2 massa esa v tezlik bilan bu yoqqa qarab harakatlanadi. Qaniydir vx tezlik bilan. Impulsning saqlanish qonuniga ko'ra dastlabki impuls mv bo'ladigan bo'lsa, eng yuqori nuqtadagi impulsni qaniydir p2 deymiz. Bu p1 bo'ladi. p2 miz nimaga teng bo'ladi? M taqsim 2 ko'paytirilgan vx bo'ladi. Ikkalasini tenglaydigan bo'lsak, p1 ni teng p2 ga desak, m v teng bo'ladi m taqsim 2 vx ga. Shu yerdan vx ni topadigan bo'lsak 2v ga teng bo'ladi. Vx imiz 2v ga teng bo'ladigan bo'lsa, endi y masofaga uchib boradi. Qaniydir t vaqt yo'q harakatlangan bo'lsa, bundan bu yog'i ham t vaqt harakatlanadi. Vx ko'paytirilgan qaniydir t vaqt, vx ning qiymati 2v ga teng ko'paytirilgan t bo'ladi. Demak, vt ning qiymati 2x ga teng bo'ladigan bo'lsa, y ning qiymati 4x ga teng bo'ladi. Demak, 4x masofa uzoqlikka, undan 2 barobar uzoqroq masofaga tushadi. Demak, 2 barobar uzoqroq masofa, mana shu narsa 4x bo'ladi, buniki 2x bo'ladi. Demak, C nuqtaga tusharkan D javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. 2 kg massali jism devorga ko'rsatilgandek 5 tezlik bilan urilganda yana 5 tezlik bilan harakatlanib davom etadi. Shunga ko'ra jism impulsining o'zgarishini toping, deyapti. Normalga nisbatan olamiz. Normalga nisbatan oladigan bo'lsak, demak, 53 gradus burchagi ostida urilib, 53 gradus burchagi ostida qaytyapti. Impulsning o'zgarishini yozamiz. Delta P teng bo'ladi nimaga? Impulsni o'zgarishi uchun yozadigan bo'lsak, elastik to'qnashuv bo'lgani uchun 2mv kosinus 53 gradus bo'ladi. Delta P ning qiymati 2mv nimaga teng bo'ladi? 2 ko'paytirilgan 5 kosinus 53 gradusda. Kosinus 53 gradus 0,6 ga teng, ko'paytirsak 12 kilogramm ko'paytirilgan metr taqsim sekund bo'ladi. C javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. Biror jism 0 boshlang'ich tezlik bilan gorizontal burchak ostida otildi. Rasmda trayektoriya bo'ylab harakatlandi. Ishqalanish kuchlari hisobga olinmasa. Demak, eng yuqori nuqtaga chiqqan nuqtada mana shu yerda h maksimal deydigan bo'lsak, h maksimal nimaga teng bo'ladi? Umumiy masofa 10x ga teng bo'ladigan bo'lsa, 10x teng bo'ladi. O'rtasini olamiz. Bundan bu yog'i 5x bo'ladi. 5x bo'ladigan bo'lsa, mana bu masofa x bo'ladi, bunisi 4x bo'ladi. Mana yerda minimal tezlik bilan otilgan deb tasavvur qiladigan bo'lsak, 5x masofani yurish uchun 5 ta t vaqt sarflasa, x masofani yurish uchun, mana bu x masofani yurish uchun t vaqt sarflaydi. Qolgan qismini yurish uchun 4 ta t vaqt sarflaydi. Ya'ni 5x masofani yuradi nima bilan? Qaniydir v tezlik bilan ko'paytirilgan 5 ta t vaqt yuradi. X masofa teng bo'ladi shunda v ko'paytirilgan t ga. Endi mana bu h2 balandlikka kelish uchun t vaqt davomida mana bu yerda qanchadir masofa pasayadi. Umumiy h maksimal uchun yozaman. H maksimal uchun j taqsim 2 umumiy vaqt 5 ta t bo'lsa, 5 ta t ning kvadrati bo'ladi. Bu degani j t kvadrat taqsim 2, 5 kvadrati 25 bo'ladi. Bu 25 ta. Ya'ni j kvadrat taqsim 2 ning o'rniga h qo'yadigan bo'lsak, bu degani mana buni o'rniga h qo'yadigan bo'lsak, 25 ta h ga teng bo'lyapti. 25 ta h t vaqt davomida qaniydir delta h 2 ga pasayadi desak, j taqsim 2 ko'paygan t kvadrat bo'ladi. J kvadrat taqsim 2 miz h ga teng. Bundan ko'rinadiki, h2 ni o'zi katta h maksimaldan ayirib taylaymiz. Delta h2 ni ayirsak 24 ta h bo'ladi. Xuddi shunday. Bu masofa uchun 2x masofa ketsa, bu taraf uchun 3x bo'ladi. Mana bu 2x bo'ladi. 3x uchun ketgan vaqt 3 ta t bo'ladi. Delta h1 uchun yozamiz. Delta h1 teng bo'ladi j taqsim 2 ko'paytirilgan 3 ta t ning qavs kvadrati. Bu degani
rt kvadrat taqsim 2 ko'paytirilgan 3 kvadrat 9 bo'ladi. Mana bu narsa bizga hni beradi. Teng bo'ladi nimaga? 9 ta hga. 9 ta hga teng bo'ladigan bo'lsa, h birimiz teng bo'ladi nimaga? H birimiz h maksimaldan ayiramiz delta h1ni. H maksimalni qiymati 25 ta h. 25 ta hdan 9 ta hdan ayirsak 16 ta h bo'ladi. Bizda h1ning h2ga nisbatini so'rayapti. h1ning h2ga nisbati h1imiz 16 ta hga teng. 16 ta hga, h2miz 24 ta hga teng. Hlar ketsa, demak 8 ga qisqaradi, 2 taqsim 3 bo'ladi. B javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. Keyingi masala ideal gazning zichligi berilyapti. Ideal gazning zichligi ρ ni qiymati 3 kilogramm taqsim metr kub. Bosimi 10 kilopaskal, 10 kilopaskal degan 10 darajasi 4 paskal degani. Kvadrat tezligini topishimiz kerak. Kvadrat tezligi 3p taqsim ρ bo'ladi. 3p taqsim ρ degani 3 ko'paytirilgan 10 darajasi 4 taqsim ρ ni qiymati 3 ga teng bo'lyapti. 10 darajasi 4 dan 100 chiqadi metr taqsim sekundda. B javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masala ideal gaz absolyut temperaturasi 3 marta ko'tarilishi natijasida bosim 1,5 marta oshgan bo'lsa, hajm birligida molekulyar soni. Hajm birligidagi molekulyar soni degani konsentratsiya degani. Demak, dastlab formula P teng N KT bo'lib turgan bo'lsa, keyingi holatda bosim 1,5 marta ortishi degani 3 taqsim 2 P NX ko'paytirilgan K ko'paytirilgan T 3 ta T bo'ladi. Xadma-xad bo'lamiz. Demak, 2 taqsim 3 teng bo'lyapti N taqsim NX ga. Shu yerda NX ni topadigan bo'lsak, NX teng bo'ladi. Mana bu uchlar ketadi aytganday. Uchlar ketsa, uchlarni qisqartiradigan bo'lsak, faqat 2 qolar ekan. 2 qolsa, demak shu yerda NX ni topamiz. NX ni topsak, N taqsim 2, demak konsentratsiya 2 marta kamayar ekan, B javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masala, bola radiusi 12 metr bo'lgan yarim sharsimon muz tepasida o'tiribdi. Bola tinch holatdan pastga tusha boshlaydi. Ishqalanish hisobga olmagan holda bolda qanday muz ajraladi? Demak, eng yuqori nuqtada turgan paytida mana shu balandlikda R ga teng deb oladigan bo'lsak, bolaning eng yuqori nuqtadagi potensial energiyasini yozamiz. E potensial energiya maksimal bo'ladi. Maksimal potensial energiya mj ko'paytirilgan R ga teng bo'ladi. Shu nuqtaga kelgan vaqtida unda to'la energiya bo'ladi. To'la energiyasi nimaga teng bo'ladi? To'la energiya E kinetik energiya plyusdan E potensial energiya bo'ladi. Shu nuqtasida endi mana bu narsa radiusga teng deb oladigan bo'lsak, radius vertikalga nisbatan burchagini alfa deymiz. Mana bu balandlikni h deymiz. Ichki almashinuvchi burchaklarda mana bu yer alfa bo'ladi, mana bu taraf h bo'ladi. Demak, yozamiz. Mana bu yer R ga teng bo'lyapti. Mana bu balandlik h ga teng bo'lyapti. Mana burchakni alfa deydigan bo'lsak, kosinus alfa. Kosinus alfa h taqsim R ga teng bo'ladi. H qiymati R ko'paygan kosinus alfa bo'ladi. Endi shu nuqtada to'la energiyasini yozadigan bo'lsak, undan tashqari bu mj og'irlik kuchi pastga bo'ladigan bo'lsa, mj ni proyeksiyasini olishimiz kerak. mj ni proyeksiyasi bu yoqqa markazdan qochma kuch desak, ma shu nuqtadagi tezligini topishimiz kerak. Demak, mj ni proyeksiyasi bunga burchak ostida oladigan bo'lsak, demak, mana bu bizda mj bo'lyapti. mj bunga proyeksiyasini olamiz. Demak, mana burchak vertikalga nisbatan alfa, proyeksiyasi perpendikulyar bo'lib tushgani uchun bu bizda mj kosinus alfa bo'ladi. mj kosinus alfani, demak, mj kosinus alfa teng deymiz ma ga, m lar ketadi. Demak, j kosinus alfa a ni ochamiz, vx ning kvadrati taqsim r bo'ladi. Vx ning kvadrati teng bo'ladi jr kosinus alfaga. Vx ning kvadratini topdik, h ni topdik. Endi energiyaning saqlanish qonuniga ko'ra tenglaymiz. E potensial energiyaning maksimal qiymati teng bo'ladi nimaga? To'la energiyaga. Potensial energiyaning maksimal qiymati mjr teng bo'ladi to'la energiya E kinetik energiya plyusdan E potensial energiya bo'ladi. Demak, mjr kinetik energiyasi m va x ning kvadrati taqsim 2
plyusdan e potensial energiya mr h bo'ladi. M'lar ketadi. Jr ikkita jr teng bo'ladi x ning kvadratining o'rniga jr kosinus alfa plyusdan j h o'rniga r kosinus alfa qo'yamiz. jrlar ketar ekan. jrlar ketsa, xo'sh, h o'rniga r kosinus alfa va x ning kvadrati o'rniga, demak, mana yerda 2 ga ko'paytirib berdik. Mana bu 2 ga ko'payishi kerak. Demak, shunda nima bo'lib qolyapti? Bizda qolyapti 2 teng bo'lyapti mjr ikkita mjr ikkita mjh o'rniga r kosinus alfa qo'ydik. O'sha r kosinus alfa jrlar ketsa 2 teng bo'lyapti 3 kosinus alfaga. Shu yerdan kosinus alfani topadigan bo'lsak 2 taqsim 3 ga teng bo'lyapti. Kosinus alfamiz bizdan h ni so'rayapti. R ko'paytirilgan rni qiymati 12 ko'paytirilgan 2 taqsim 3. Demak, balandlik 8 metrga teng bo'lar ekan. A javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. Keyingi masala rasmda ko'rsatilgandek 20 gram massali sharcha A nuqtada harakat boshlaydi. Demak, 20 gram bo'lsa, 20 ko'paytirilgan 10 darajasi -3 kilogram bo'ladi. A nuqtada potensial energiyaga bo'ladi. Y potensial energiyasi maksimal bo'ladi. Yozamiz mj katta A bo'ladi. B nuqtaga chiqqan vaqtida to'la energiya bo'ladi. To'la energiyasi Y kinetik energiya plyusdan Y potensial energiyaga teng bo'ladi. Demak, energiyaning saqlanish qonuniga ko'ra, potensial energiyaning maksimal qiymati teng bo'ladi nimaga? To'la energiyaga. Potensial energiyaning maksimal qiymati mj katta A teng bo'ladi to'la energiya. Y kinetik energiya plyusdan Y potensial energiya. Kinetik energiyasi mana bu uchun yozamiz. Shu nuqtada potensial energiyasi Y potensial energiyasi mj 2r bo'ladi shu nuqtada. Shu nuqta uchun kinetik energiyasini yozamiz. Y kinetik energiya mvx ning kvadrati taqsim 2 bo'ladi. O'rniga qo'yamiz. mj a teng bo'ladi kinetik energiyasi mvx ning kvadrati taqsim 2 plyusdan 2 mj r. 2 ga ko'paytirib beraman. 2 j a teng bo'lyapti vx ning kvadrati plyusdan 4 jr ga. 4 jr ga. Shu yerdan vx ning kvadratini topamiz. Vx ning kvadrati teng bo'ladi 2 j a minusdan 4 r ga teng bo'ladi. Vx ning kvadrati kelib chiqdi. Vx ning kvadrati kelib chiqqan bo'lsa, mana shu yerdagi bizlar bosimni topishimiz kerak. Endi og'irlik kuchi mj pastga bo'ladi. Mana shu yerdan aylanayotgan vaqtda mana shuni reaksiya kuchi pastga bo'ladi. Yuqoriga qarab tezlanish markazdan qochma kuchi bo'ladi, ya'ni A'si. Demak, n plyusdan mj teng bo'lishi kerak nimaga? Ma ga. Tezlanish katta bo'lmasa, u sharcha tushib ketadi, aylana olmaydi. Demak, halqaning ichida bosim bermaydi. Endi tezlanish katta bo'lgani uchun bosim beryapti. A minusdan j bo'ladi. N teng A ni ochamiz. Va x ning kvadrati taqsim r minusdan j ko'paytirilgan massa bo'ladi. Vx ning kvadrati vx ning kvadratini topadigan bo'lsak, vx teng bo'lyapti 2 j. 2 j degani 20 a ni qiymati 21,25 21,25 ayrilgan 4 kira 5 20 ayirsak 1,25 ko'paytirilgan 10 darajasi -2 bo'ladi. Ildizda bo'ladi. Demak, vx teng bo'lyapti shunda 1,25 ni ko'paytiramiz 20 ga. Bu degani 1,25 ko'paygan 20 25 bo'ladi. 25 ko'paytirilgan 10 darajasi -2. 25 dan 5 chiqsa, bundan 10 darajasi -1 chiqadi. Bu degani 0,5 metr taqsim sekund degani, to'g'rimi? Demak, radiusi 5 sm bo'lsa, n teng bo'lyapti vx ning kvadrati. Vx ning kvadrati degani 25 ko'paytirilgan 10 darajasi -2 taqsim r ning qiymati 25 ko'paytirilgan 10 darajasi -4. -4. To'g'rimi? 25 r deb qiymati.
Erni qiymati 25 emas-ku. 5 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 2 ekan. Erni radiusi. Demak, radiusi uchun yozamiz. Radiusi 5 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 2. Bular ketadi. Ayrilgan 10 ko'paytirilgan massasi 20 gramm bo'lsa 0,2 bo'ladi. 0,2 bo'ladi. 25 dan 10 da ayiramiz. 15 ayrilgan 15 ko'paytirilgan x ning kvadratini hisoblashda adashdikmi deymanda, ikkita j r mana bu ikkita j a minus 4r. Ikkita j bo'lsa a ning qiymati. Demak, a ning qiymati 21,25 ayrilgan 4 kira 5 20 1,25 1,25 1,25 bo'lsa 1,25 ni ko'paytiramiz 20 ga 25 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 2 bo'ladi. Demak, 5 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 1 bo'ladi. Endi shu nuqtadagi bosim kuchini top degani m ko'paytirilgan a minus j. A ni ochamiz. Vx ning kvadrati taqsim r. Vx imizning kvadrati 25 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 2. 10 darajasi minus 2. Xo'sh, ikkita mjr. Shu nuqtada ikkita mjr potensial energiyasi to'g'ri olingan. mja kinetik energiya mv kvadrat taqsim 2. 2 ga ko'paytiramiz. 2 ko'paysa 4 ta jr bo'ladi. Massalar ketadi. Vx ning kvadrati 2 ta ja minusdan 4 ta r bo'ladi. To'g'ri. Potensial energiya ketdi. Shundan vx ni topyapmiz. 20 ko'paytirilgan 1,25 10 darajasi minus 2. 25 ko'paytirilgan 5 ko'paygan 10 darajasi minus 0,5. A minusdan j. A ni ochamiz. V kvadrat taqsim r minusdan j ko'paytirilgan m. M ning qiymati 0,2. 0,2. Bizdan shu bo'lsa, trayektoriyaning B nuqtasidagi bosim kuchini toping deyapti. B nuqtadagi bosim kuchini topadigan bo'lsak, xuddi shunday bo'lishi kerak. Hisob-kitobda adashyapmiz. Hozir qayerda adashganimizni ko'ramiz. Demak, 1,5 chiqishi kerak tezligi. 25 ko'paytirilgan 2 ta jr. 2 ta jr 2 ga ko'paytirsak 2 v ning kvadrati. 2 ga ko'paytiraversak 2 ta j a minusdan 2r. Mana bu yerda 2 ni qovusdan tashqariga chiqarganimizda mana shu yerda adashib ketibmiz-da. Mana bu 2 qovusdan tashqariga chiqadigan bo'lsa, bu yerda 2r qolishi kerak. Mana bu 2r bo'lishi kerak. 2r bo'lgandan keyin a minusdan 2 ta mana bu ayirganimizda keyin 11 butun bo'lishi kerak mana shu. 11,25 11,25 ni 11,25 ni ko'paytiramiz 20 ga. Demak, 225 bo'lar ekan. 225 degani 15. Mana bu 225 bo'ladi. 225 dan keyin soddalashtiradigan bo'lsak, mana shu yerda ozroq xato ketibdi. Vx ni topadigan bo'lsak, Vx imiz shunda 1,5 metr taqsim sekund chiqar ekan. Vx ning qiymati 3 taqsim 2 metr taqsim sekundda chiqadi. Keyin o'rniga qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerda 3 taqsim 2 ni qo'yib hisoblaymiz. Ya'ni 1,5 ni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, n ning qiymati n teng bo'ladi 1,5 ning kvadrati bo'ladi ekan. 1,5 ning kvadrati 2,25. Radiusi r da qiymati 5 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 2. 225 minusdan j ning qiymati 10 ko'paytirilgan massasi 0,2 bo'ladi. Buni soddalashtirsak 225 ni bo'lamiz 5 ga. 5 ga bo'lsak
45 bo'ladi. 45dan 10 ayiramiz 35. Endi 35 ni 0.2 ga ko'paytirsak 0.7 newton kelib chiqar ekan. 0.7 newton kelib chiqadi. A javob to'g'ri bo'ladi. Hisob kitobda ozroq adashibmiz. 19da keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. Tinchlikdagi energiyasi. Tinchlikdagi energiyasi E0 degani E0 ni qiymati 2,8 terajoul. 2,8 ko'paytirilgan 10 darajasi 12 joul terajoul bo'ladigan bo'lsa, 12 joul teng bo'ladi bu M0 ko'paytirilgan S kvadratga. Shu yerdan M0 ni topamiz. M0 imiz 2,8 ko'paytirilgan 10 darajasi 12 taqsim S kvadrat bo'ladi. S kvadrat kelib chiqqandan keyin bizga tezligi berilyapti. Tezligi 0,6 S ga teng bo'lsa, V ni qiymati. Endi harakatdagi massani topamiz. Harakatdagi massa M0 taqsim 1 minusdan V kvadrat taqsim S kvadrat bo'ladi. M0 ni qiymati M0 taqsim 1 minusdan V kvadrat taqsim V ni o'rniga 0,6 S qo'yadigan bo'lsak, bu 0,8 bo'ladi. S'lar ketib, bu degani 5 taqsim 4 M0 degani. Endi impulsni topishimiz kerak. P teng mv degan formula orqali topamiz. P teng m0 m ning o'rniga 5 taqsim 4 m0 m0 ni o'rniga m0 5 taqsim 4 m0 ko'paytirilgan v ni qiymati 0,6 s 0,6 s bo'ladi v ni o'rniga, mana buni o'rniga. Endi buni soddalashtiradigan bo'lsak, P teng bo'lyapti 3 taqsim 4 M0 ko'paytirilgan S ga. Shundan P teng bo'ladi. M0 ni o'rniga qo'yamiz. 3 taqsim 4 M0 ni o'rniga 2,8 ko'paytirilgan 10 darajasi 12 taqsim S kvadrat ko'paytirilgan S bo'ladi. Demak, 4 bilan 2,8 qisqartiramiz. 0,7 bo'ladimi? 0,7 bo'lsa 2,1 ko'paytirilgan 10 darajasi 12 taqsim 3 ko'paytirilgan 10 darajasi 8 qoladi. Sizlarni bittasi ketib. Demak, bu degani 7000 kilogramm ko'paytirilgan metr taqsim sekund bo'ladi. D javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. Keyingi masala ishqalanish e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli plastinkaga rasmda ko'rsatilgandek kuchlar qo'yilgan. Kuchlarning O nuqtaga nisbatan momentlari orasidagi munosabat. Demak, F1 kuchning yelkasi 1 ga teng bo'lyapti. Demak, M1 momentimiz teng bo'ladi F1 ko'paytirilgan yelka 1. F1 ni qiymati 40 bo'lsa, 40 newton ko'paytirilgan metr bo'ladi. F2 kuchning yelkasi. F2 kuchning yelkasi 4 birlikka teng bo'lyapti mana. Demak, M2 moment teng bo'ladi F2 ko'paytirilgan 4 ga, bu 80 newton ko'paytirilgan metr bo'ladi. L3 yelkasi 0 ga teng bo'ladi, M3 ham 0 ga teng bo'ladi. Demak, orasidagi munosabat topadigan bo'lsak, M2 eng katta bo'ladi, M1 keyin M3 eng kichigi bo'ladi. B javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masala ishqalanish e'tiborga olinmaydigan jism L ipga osilgan bo'lib, demak, L uzunlikdan tushyapti. Demak, shu yerda potensial energiyasi mjl ga teng bo'lib turibdi desak, urilish vaqtida kinetik energiya aylanadi, mv kvadrat bo'ladi. Shu yerdan v kvadratimiz teng bo'lyapti 2 ga. Endi mana shu yerga kelgan vaqtida bunda impuls bo'ladi. Shu yerdagi tezligi v ga teng bo'ladigan bo'lsa, x jismniki, x jism uchun yozamiz. Shu yerdagi impulsi p teng mv bo'ladi. Keyin to'qnashuv noelastik bo'lyapti. To'qnashuv noelastik bo'lgani uchun p1 impuls mv ga teng bo'lsa, p2 impulsimiz ikkalasi uchun 2 m ko'paytirilgan u bo'ladi. Ikkalasini tenglaymiz. Uni topadigan bo'lsak, v taqsim 2 bo'ladi. Birgalikda harakatlanadi. Endi shu birgalikda qanday balandlikka ko'tarilyapti? Hx desak, hximiz teng bo'ladi nimaga? U kvadrat taqsim 2j ga. Uni o'rniga qo'yamiz. V ni kvadrati taqsim 2j, mana 2 ni kvadrati 1 taqsim 4 bo'ladi. Uni o'rniga v taqsim 2 ni qo'ydik tamam bu yerga. Endi v kvadratni o'rniga qo'yamiz mana bu narsani. V kvadratni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 2j lar ketadi, L taqsim 4 bo'ladi. Demak, umumiy balandlik 1 taqsim 4 qismiga ko'tarilar ekan, A javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. Gorizontal tekislikda 3m massali jism 49 joul kinetik energiya bilan harakatlanib, 2m massali
jism bilan elastik bo'lmagan to'qnashuv sodir etdi. Demak, orasidagi burchak dastlab 180 gradusga teng qarama-qarshi harakatlanib kelyapti. Sistema impulsi ayriladi. 12 ta mv teng bo'ladi 2 mv ga teng bo'ladi. Bu 10 ta mv ga. Keyingi holat uchun sistema impulsi P sistema ishtiroq teng bo'ladi 5m ko'paytirilgan birgalikdagi tezligi u ga teng bo'lsa, u tezligini topamiz 2v ga teng bo'ladi. U tezligi 2v ga teng bo'ladi. U tezligini topdik. Dastlabki kinetik energiyasi E to'la energiya desak, E to'la energiyamiz 3m massa taqsim 2 tezligi 4v ning kvadrati plyusdan kinetik energiya bilan harakatlanib 2m massali jism bilan demak shu narsa teng bo'lyapti 2m taqsim 2 v ning kvadrati desak, endi to'la sistemani energiyasi bo'lyapti. Bu narsa soddalashtirsak 4 kvadrat 16 bo'ladi. 3 kere 8 demak qisqarib 8 bo'ladi 24 25 mv kvadrat bo'lyapti to'la energiyasi. O'zi 3m massali jismning kinetik energiyasi E kinetik 1 teng bo'lib turibdi. 3m taqsim 2 tezligi 4v ning kvadrati deydigan bo'lsak, bu bizda teng bo'lyapti 16 8 24 mv kvadrat 24 mv kvadrat 24 mv kvadratimiz 49 joulga teng bo'lib turibdi. Kinetik energiya demak, bu to'qnashuvda umumiy kinetik energiyaning necha foiz issiqlikka aylanadi? Elastik bo'lmagan to'qnashuv. Harakatlanib shuncha. Demak, umumiy energiya 25 mv kvadrat bo'lib turibdi to'qnashuvdan oldin. To'qnashuvdan keyingi to'la energiyani yozadigan bo'lsak, E to'la ishtiroq teng bo'ladi nimaga? Birgalikdagi massasi 5m bo'ladi. Ko'paytirilgan 10 ning kvadrati taqsim 2. Demak 5m taqsim 2 u ning kvadrati. U ning qiymati 2v bo'lgani uchun 4v ning kvadrati bo'ladi. Demak bu 10 ta mv kvadratga teng bo'ladi. 10 ta mv kvadrat bo'lsa, demak dastlabki energiya 25 bo'lsa, keyingisi 10 ta qolyapti. Yo'qolgan energiyani delta E degan bo'lsak, delta E energiyamiz 15 mv kvadrat bo'lyapti. Mana shu yo'qolgan energiya delta E to'la energiyaning necha foizini tashkil qiladi? Demak 10 ni 15 ni bo'lamiz 25 ga. 5 ga qisqartirsak 3 taqsim 5 bo'ladi. 3 taqsim 5 degani demak 0,6 foizga nisbatan oladigan bo'lsak 60 foizini tashkil qiladi. A javob to'g'ri bo'ladi. Demak 49 dan foydalanmadik. 49 joul kerak emas ekan. Keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. Ushbu rasmda prujinaga bog'langan yukning davri shuncha bo'lsa, bu sistema Yerga nisbatan 0 tezlik bilan harakatlanuvchi kosmik kemaga joylashtirilsa, Yerdagi kuzatuvchiga nisbatan yukning tebranish davri qanday bo'ladi? Demak, v ning qiymati 0,6 s ga teng. Tebranish davri t ning qiymati 100 sekund bo'lsa, 100 sekund deyapti. Demak, t ning qiymati 100 sekund bo'lsa, agar bu sistema Yerga nisbatan shuncha tezlik bilan harakatlanuvchi kosmik kemaga joylashtirilsa, Yerdagi kuzatuvchiga nisbatan yukning tebranish davri. Demak, kosmik kemaga joylashtirsa, Yerdagi kuzatuvchiga nisbatan davri qanday bo'ladi? Demak, kosmik kemani ichida kosmik kemadan demak, kosmik kemaga nisbatan deyapti. Yerdagi kuzatuvchiga nisbatan bo'lganda t teng t0 ko'paygan 1 minus v kvadrat taqsim s kvadrat. Yerdan turib qaraganimizda vaqt sekund o'tishi kerak. Kosmik kemadan turib qarashimiz kerak hozir. Yerdagi kuzatuvchi tinch turibdi. Yukning tebranish davri. Demak, t ni topishimiz kerak. T teng bo'ladi nimaga? T0 taqsim 1 minus v kvadrat taqsim s kvadrat bo'ladi. Endi bu yerdagi kosmik kemani ichidan turib qarayapmiz. Demak, 100 taqsim v ning qiymati 0,6 s bo'lsa, bu degani 0,8 degani 100 0,8 ga bo'lsak 125 sekund bo'ladi. Demak, D javob to'g'ri bo'ladi 24-masalada. Keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. Chiqish ishi 1,8 elektron volt bo'lgan. Demak, chiqish ishi teng bo'lyapti 1,128 elektron voltga. Fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi E kinetik energiya teng bo'lyapti 0,72 elektron voltga.
Shunday bo'lsa, fotoelementga yuborilgan yorug'likning to'liq uzunligini toping. Yozamiz. HS taqsim lambda teng bo'lyapti A chiqish plyusdan Y kinetik energiyaga. A chiqish plyusdan Y kinetik energiyaga. Shu yerdan lambdani qiymatini topishimiz kerak. To'lqin uzunligini toping deyapti. To'lqin uzunligini topishimiz kerak. Bizda nima bo'lib qoladi? Xo'sh, mana bu ikkalasining yig'indisi 2 elektron voltga teng bo'ladi. 2 elektron volt bo'ladigan bo'lsa, lambda teng bo'ladi HS taqsim 2 elektron voltga. HS qiymati 12400 12400 elektron voltda ko'paytirilgan angstrom ham bor. Taqsim mahrajda 2 elektron volt bo'ladi. 2 elektron voltlar ketadi. Lambdani qiymati 6200 angstromga teng bo'ladi. Bu degani 620 nanometr degani. D javob to'g'ri bo'ladi. 26-masala og'irligi e'tiborga olinmaydigan sterjin jismlar ko'rsatilgandek muvozanatda turibdi. Shunga ko'ra X jismlarning og'irliklari nisbati. Demak, taranglik kuchi hosil bo'ladi. Qo'zg'almas blok bitta tarangliklar teng bo'ladi. Miqdor jihatdan teng, yo'nalish jihatdan qarama-qarshi. Demak, ikkita T teng bo'ladi nimaga? X plyusdan Y ga. Shunga ko'ra X va Y jismlarining og'irliklari nisbati. Mana bu yerga tayanch qo'yamiz. Tayanch qo'yadigan bo'lsak, X jismga qarab aylantiradi yelkasi 1 ga teng bo'lyapti. Y jismga qarab aylantiradi soz yelkasi yo'nalishida 3 yelkasi 5 bo'lyapti. Taranglik 3 bo'lyapti. Bu taranglik yelkasi 4 bo'lyapti. Demak, moment hosil qiladigan bo'lsak, x ko'paytirilgan 1 plyusdan 5 y teng bo'lyapti 3 ta t plyusdan 4 ta t. Demak, x plyus 5 ta y'imiz teng bo'lyapti 7 ta t ga. X plyus y'imiz demak 7 ta t ga teng bo'layotgan bo'lsa, x plyus 5 y'imiz 7 ta t ga teng bo'lyapti. Mana bu yerga yozamiz. X plus Y teng bo'lyapti 2 ta t ga. Sistemani ayiraveramiz. Sistemani ayirsak, tarangliklar. Demak, 4 ta y'imiz teng bo'lyapti 5 ta t ga. Y ni topadigan bo'lsak, 5 ta t taqsim 5 ta t taqsim 4 bo'lyapti. Y ning qiymati 5 ta t taqsim 4 bo'lyapti. Endi x ning qiymatini ham topishimiz kerak. X teng bo'ladi 2 ta t dan ayiraman 5 ta t taqsim 4 ni. Bu degani 3 ta t taqsim 4 degani x ning y ga nisbatini topishimiz kerak. X taqsim y, x ning qiymati 3 ta t taqsim 4 taqsim y ning qiymati 5 ta t taqsim 4. T taqsim 4 lar ketsa, x taqsim y teng bo'lyapti 3 taqsim 5 ga. 3 taqsim 5 degan javob D javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga e'tibor qaratamiz. Odam vertikal devorga o'rnatilgan yassi ko'zgu oldida turibdi. U o'z ta'sirini to'liq ko'ra olish uchun ko'zguning minimal balandligi qanday bo'lishi kerak? Odamning bo'yi katta h qiymatini beryapti 170 santimetrga teng ekan. Demak, mana shu odam deydigan bo'lsak, odamning bo'yining balandligi 170 santimetr. Mana bu yerda ko'zgu turibdi. Ko'zgugacha bo'lgan odamdan ko'zgugacha bo'lgan masofa qancha bo'lsa, ko'zgudan tasvirgacha bo'lgan masofa ham shuncha bo'ladi. Demak, u to'liq o'zini ko'rishi uchun ko'zguning balandligi, mana bu kichkina h qiymati qanday bo'lishi kerak deyapti. Odamning balandligini h desak, mana masofa L bo'ladi. Uchburchak o'xshashligidan yozamiz. Katta h ning kichik h ga nisbati 2L ning L ga nisbatiga teng bo'ladi. Shu yerdan biz ko'zguning balandligi, ya'ni kichkina h ni topishimiz kerak. Mana bu ko'zguning balandligi bo'ladi. Kichkina h'imiz teng bo'ladi h taqsim 2 ga. H qiymati 170, 172 ga bo'ladigan bo'lsak, 85 santimetr bo'ladi. C javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masala rasmda ko'rsatilgan transformatorning kirish kuchlanishi 20 volt, o'zgaruvchan kuchlanish qo'llanmoqda. Demak, kirish kuchlanish U1 ning qiymati 20 volt, N1 bilan N2 berilgan, U2 ning qiymatini topishimiz kerak. Transformatsiya koeffitsient K ning formulasiga ko'ra U1 ning U2 ga nisbati teng bo'lishi kerak N1 ning N2 ga nisbatiga. Demak, U1 ning qiymati 20 volt taqsim U2 ning qiymati noma'lum, N1 ning qiymati 50 taqsim N2 ning qiymati 200. Shu yerdan U2 ni topadigan bo'lsak, U2 ning qiymati 80 voltga teng bo'lyapti. A javob to'g'ri bo'ladi.
Sig'imi 1500 farad bo'lgan kondensator kuchlanishi berilgan. U nolni qiymati 40 voltga teng bo'lyapti. Omegani qiymati 100 pi bo'lsa, quyidagilardan qaysilari to'g'ri? Demak, omegani 100 pi bo'lsa, 2 pi newga tenglaymiz. 2 pilar bilan qisqarsa, newni qiymati 50 bo'ladi. Chastotasi 1 taqsim sekundda. Chastotasi 1 taqsim sekundda 50, demak, bu to'g'ri. Ikkinchi jumla to'g'ri ekan. Kondensatorning sig'im qarshiligi 15 deyapti. Kondensatorning sig'im qarshiligi 15. Tekshirib ko'ramiz. Sig'im qarshilik formulasi x teng bo'ladi 1 taqsim omega s ga. X ni qiymati teng bo'ladi 1 taqsim omegani qiymati 100 pi, s ni qiymati 1 taqsim 1500. 1500 tepaga chiqadigan bo'lsa 15 taqsim pi bo'ladi. Pi ni qiymati 3, demak 5 bo'ladi. Mana bu 5 bo'lishi kerak. Bu ham to'g'ri bo'ladi, chunki shartda shunday kiritganmiz. Amper metrning ko'rsatkichi 4/2 ni ko'rsatadi deyapti. Tok kuchini topamiz. Xo'p, I0 degani U0 taqsim x degani U0 ning qiymati 40 taqsim 5. Demak, bu 8 bo'lyapti. Amper metrning ko'rsatkichi 40 ni 5 ga bo'lsak, 40 ning 5 ga nisbati 8 bo'ladigan bo'lsa, effektiv qiymati I effektiv I0 taqsim 2 bo'ladi. I0 ning qiymati 8, demak 4/2. Bu ham to'g'ri bo'lar ekan. Javoblarda xato ketibdi. D javobni shartli ravishda to'g'ri deb olamiz. 1 2 3 to'g'ri bo'ladi. 1 2 3 to'g'ri bo'ladi. Shartida xato ketibdi-da. Keyingisi, rasmda ko'rsatilgan o'zgaruvchan tok zanjirining kuchlanishlari maksimal qiymati o'zgartirilmasdan chastotasi oshirilmoqda. Shunga ko'ra R qarshilik. Demak, aktiv qarshilik, aktiv, induktiv, sig'im, qarshiliklar. Demak, aktiv qarshilik formulasi R teng U0 taqsim I0 bo'ladi. Induktiv qarshilik XL omega L bo'ladi. Sig'im qarshilik XS 1 taqsim omega S bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, chastotaga bog'liqligi 2 pi nu deydigan bo'lsak, chastotasi oshirilmoqda. Sig'imi qanday o'zgaradi? Aktiv qarshilikda o'zgarmaydi. Induktiv qarshilik ortadi, sig'im qarshilik kamayadi. D javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masala, ikkita polarizatorlar bir-biriga nisbatan 65 gradus burchak ostida burilgan. Polarizatorlardan o'tgan tabiiy yorug'lik intensivligi dastlabki intensivlikning necha foizini tashkil etadi? Demak, Malus qonuniga ko'ra yozamiz. I teng bo'ladi I0 kvadrat I0 ko'paygan kosinus kvadrat alfa bo'ladi formulasida. Demak, I teng I0 ko'paygan kosinus kvadrat alfa formula orqali ishlashimiz kerak bo'ladi. Kosinus kvadrat alfa. Dastlabki intensivligi I0 bo'ladigan bo'lsa, keyingi intensivligi I0 ko'paygan kosinus kvadrat alfa. Kosinus 65 gradusda 0,4 kvadrat 0,16 bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki 16%. Keyingisi 16% ni tashkil qilar ekan. S javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masala, o'zgaruvchan tokning doimiy tokka nisbatan ba'zi afzalliklari bor. Quyidagilardan qaysilari o'zgaruvchan tokning afzalliklaridandir? Uzoq masofaga osonroq uzatiladi, to'g'ri. Oson ko'tarilish va pasaytirish mumkin, to'g'ri. Oson saqlanishi noto'g'ri bo'ladi. S javob to'g'ri. 1 va 2 bo'ladi. 33. Yorug'lik kuchi 300 kandela bo'lgan. Demak, I ni qiymati 300 kandela. Kandela uzoqligi 3 metr bo'lgan. Yuzasi 15 santimetr kvadrat. Demak, 15 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 4 metr kvadrat bo'lsa, yorug'lik oqimini topishimiz kerak. Fini formulasi I ko'paytirilgan omega fazoviy burchak bo'ladi. Mana bu yerda yorug'lik kuchi manbadan tushyapti. Mana shunday tushyapti. Mana shu yuzani qandaydir S yuza deydigan bo'lsak, S yuzaga mana bu yerda H balandlikdan tushyapti. H balandlik, demak, mana shu S yuzasi, sektor yuzasi deydigan bo'lsak, S yuzamiz teng bo'ladi nimaga? Omega ko'paytirilgan H kvadrat desak, shu yerdan omegani topamiz. S taqsim H kvadrat bo'ladi. S taqsim H kvadrat bo'lsa, fini topishimiz kerak. Fini qiymati
Demak, I ni qiymati 300, omegani qiymati S taqsim H kvadrat. S qiymati 15 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 4 taqsim H qiymati 3 bo'lsa, 15 ni 3 ga bo'lamiz. Fazoviy burchagini to'g'ri topdikmi o'zi? Fazoviy burchagi S teng omega ko'paytirilgan H kvadrat. S taqsim H kvadrat. S taqsim H kvadrat. H kvadrat 9 bo'ladi-da mana. 9 bo'ladigan bo'lsa, bu qisqaradi. Mana bu 100 bo'ladi. Bunisi 3 bo'ladi. 15 ni 3 ga bo'lsa 5 bo'ladi. Phi teng bo'ladi. Shunda 10 darajasi minus 2 qolsa, 5 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 2 lyumenga. 5 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 2 degani 0,5 lyumen degani. Demak, C javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masala bir xil ikkita magnit rasmda ko'rsatilgandek joylashtirilganda plyus q zaryad jism tezlik bilan v tezlik bilan uzoqlashtiriladi. Shunga ko'ra, quyidagilardan qaysi biri to'g'ri deyapti. Induksiya chiziqlari, demak, n dan s ga qarab, magnit maydon B ga qarab yo'nalgan bo'lsa, musbat zaryad uchun chap qo'l qoidasini qo'llaymiz. Demak, 4 barmoq tezlikda yo'nalishini, bosh barmoq, demak, Lorentz kuchini ko'rsatadi. Induksiya kaftga kiruvchi bo'ladigan bo'lsa, demak, Lorentz kuchi bizdan ketuvchi bo'ladi. Ya'ni bizdan ketuvchi bo'lsa, mana bunday belgilaymiz, kres qilib, sahifa tekisligi ichiga og'adi. C javob to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bizdan sahifa tekisligi tomon yo'nalgan bo'ladi. 35. Bir-biriga teng kattalikdagi zaryadga ega bo'lgan x, y jismlar magnit maydonda quyidagi kabi aylana harakat qiladi. Shunga ko'ra jismlar uchun qaysi o'lchamlar aniq farq qiladi deyapti. Aniq farq qiladiganini aniqlashimiz kerak. 35-savolda xo'sh, zaryadlarning belgisi ishorasi aniq farq qiladi, chunki ikkalasini aylanish yo'nalishi ikki xil bo'lyapti. Biri demak ishorasi bilan farq qilgani uchun bo'ladi bu. Endi birinchisining radiusini r desak, ikkinchisining radiusi 2 marta katta bo'lyapti, ikkita r ga teng bo'lyapti. Momentum kattaligi deyapti. Tekshirishimiz kerak. F Lorentz kuchi teng bo'ladi q v x ko'paytirilgan b. Zaryadlari bir xil, lekin ishorasi har xil. Teng bo'ladi m x ko'paytirilgan a ga desak, q v x ko'paytirilgan b teng bo'ladi m x v ni a ni ochamiz, v x ning kvadrati taqsim r bo'ladi. Demak, bu yerga ko'paytirsak r q b v x lar o'tasi ketsa m x ko'paytirilgan v x bo'ladi. mx vx bo'lyapti. Endi buni impuls momentiga aylantirish uchun ikkalasini ham r ga ko'paytirishimiz kerak. R ga ko'paytiraman, buni ham r ga ko'paytirsam, mana bu lx beradi impuls momentini. Lx teng bo'lyapti shunda q ko'paytirilgan b ko'paytirilgan r kvadrat bo'lyapti. R kvadrat. Xuddi shunday ikkinchisi uchun ham yozamiz. F Lorentz kuchi teng bo'ladi m y ko'paytirilgan a y ga desak, mana bu ham ax bo'lishi kerak. Xo'sh, F Lorentz kuchi q ko'paytirilgan v y ko'paytirilgan b bo'ladi. Teng bo'ladi m y v y a y ochamiz, v y ning kvadrati taqsim 2r ga. V y da bittasi ketadigan bo'lsa, shu yerdan ikkita r q ko'paytirilgan b teng bo'lyapti m y ko'paytirilgan v y ga. R ga ko'paytiradigan bo'lsak, ikki r ga ko'paytirib olishimiz kerakda. Endi impuls moment radius 2 marta farq qilgani uchun 2 r ga ko'paytiradigan bo'lsak, 4 ta r kvadrat q ko'paytirilgan b m y ko'paytirilgan v y ko'paytirilgan 2r bo'ladi. Mana bu narsa l y deb beradi. L y imiz teng bo'lyapti q ko'paytirilgan b ko'paytirilgan 4 ta r kvadratga. Bundan ko'rinadiki, impuls momentlari farq qilyapti. Bu ham to'g'ri.
Impuls momentlari farq qilyapti. Keyingisi, o'zi ikkitasi to'g'ri ekan, 1 bilan 2, uchinchisini tekshirib o'tirmasak ham bo'ladi. Javoblarda 1 va 2 degan javoblar to'g'ri bo'lyapti. Kinetik energiyasini ham xuddi shunday tekshirib olamiz. Demak, bizni kuzatib borishda davom eting. Hammaga rahmat. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz.